Assalomu alaykum hammaga. Bu 31-normativ normativda database yaratishimiz kerak ekan. Vaqt cho'zmasdan boshladik. P deb yozib enter bosamiz. Enter. Undan keyin exist deb yozib, keyin bu yoqqa insert ismimizdan chiqmaslik kerak. Insert into keyin ishchilar deymizda, ishchilar deb turib, mana id'si, name va age kelsin. Keyin bu qavsni yopamiz, enter bosamizda, Ctrl+C, insert into ishchilar, mana id'si, name va age. Undan keyin uni nimasi varchar values bo'lish kerak edi. US agar ozgina bitta dona xato ketsa ham yomon bo'lardi. Agar ertaroq to'g'rilashim kerak. Birinchi id'da Yahyobek yozaman-da. Buni 15 qilib, qaus yopib, virgul qo'yib enter bosaman. Yana bitta qaus 2 virgul, bu yoqdan Asilbek deb turib, bu yoqdan har qo'yilib bu yana uni berib tashlayman. 25 buni turib enter, buni bosib enter bosaman. Uchinchisi desa, bu yoqda Yusuf deymanda enter 17 ne qilib, xo'p, yerda nuqta virgul yozib enter bosaman. Okay chiqadi. Select nuqtirib from ishchilar deymanda, nuqta virgul va enter bosaman. Mana vaqtimiz 12 sekund qolganda mana bularni chiqardim. Shu bilan 31-normativ o'z nihoyasiga yetdi.